Bilmagan deydigan narsa sizlarni qutqarmaydi bu yerda. Lekini borda. Keyinchalik bu narsa vizaga ta'siri ham bor. Shu tomon o'ylab qo'yish kerak. Ixtiyoriy deportatsiya beramiz, to'lamasa majburiy deportatsiya beramiz degan. Haqoratli so'zlarni eshitish yoki kamsitishlarga ham yuzaga keladida. Mana shunaqa vaziyatlarda o'sha ishlayotgan ishchilar nima qilish mumkin? Komfort zonadan chiqa oladigan odam bu yerda ehtimoli yuqori. Noqonuniy ishlayotgan bo'lsalar, hech kimga aytganlaringni, masalan, so'rasa, "Mayli, menga просто san shaxsiy ma'lumotini tasdiqlash uchun kerak, xolos" deydigan bo'lsa ham bermaydi. Yaxshilik qilaman deb ozgina muammo kirishimga ozgina qolgan. Qurbon bo'lib qolayotganlar ham bor. Shu sohada pul ishlayotganlar ham bor ekanda. Noqonuniy yo'l bilan pul ishlayotganlar ham bor ekan. Immigratsiya vizani cho'zmaslik sababi haligi talabani o'zi qamoq ham haligi bir 2 oy 3 oy emas, eng kam 6 oydan ko'p. Koreya davlatida nafaqat qizlar uchun, balki hamma uchun xavfsiz davlat degan stereotip bor. Hamma joyda kamera bor, xavfsiz zonalar ko'p deyshadi. O'zi bu stereotip qanchalik to'g'ri? Nikohsiz yashagan shunga o'xshash holat. Tuhmatga ham qanchalik qanaqadir javobgarliklar bormi? Ikkita qonunbuzarlik bo'lgani uchun bu bolalar avtomatik deportatsiya qilsancha bo'ladi. Ular o'ylaganchalik reallikada unchalik xavfsiz emas hozirgi holatda.